Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizga Jonat akam. Umid qilaman sog' bardam bo'lsangiz. Turkiston amiri, xush keldingiz Hamburgga. Hamburg shahriga xush keldingiz. Xush bo'ldim. Juda ham birga kelib, qondoshlarni, Turkiston yigitlarini ko'rib, Turkiston o'zgarligi uchun, ozodligi uchun mujodala qilayotgan yigitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Va bu kultur farhangda ravnaq berar uchun kultur kiyimlariga soyib chiqar, farhangga soyib chiqqanlari uchun juda ham xursand bo'ldik. Boyat mana shunday ittifoqlar juda ko'proq olinsa, boyat bundan baqa bu yigitlarimiz yo kelajakka boshqa qondoshlarimiz buni o'zlariga tanlamog'i kerakki, kultur farhang insonni kechmishini, kelajagini tamsil qiladigan bir narsadir, bizlar uchun ko'p bir o'namli bo'lgan. Amiri Turkiston, men sosyal mediadan ko'p taqib qilaman, ko'p xursand bo'laman. Rahmat sizga. Sizday yigitlarimiz birlikka bir-biriga qo'l berib nima qilsa, inshaalloh Turkiston ham xayoli gerçek bo'ladi. Boyat sizday mujodala etsa, siz bu Turkiston yo'liga necha yil bo'ladi siz bu yerga mujodala qilasiz? Birinchidan albatta ki bu Turkiston xayoli emasdi, ularki xayoli tushunadi, ular albatta o'zlari bir odamoy xayolidir. Bu bizni bobo yurtimiz, ota yurtimiz, Turk yurtida buni urriyati uchun nimaiki fidokorlik bo'lsa biz hozirmiz, jon berarga hozirmiz va xotirki urriyat, ozodlik Turkiston uchun. Ko'p yaxshi, ko'p mukammal bu Turkiston bayrog'i, 3 rang bayrog'i. Bu rasmiy qaysi yilga bu shu rasmiyatga bor edi. Shu dadalarimiz, bobolarimiz shu yerga hokimiyat qilgan edi. Shu qaysi nimaga? Shu rostmi? Shuncha mujodala qilasiz. O'zimizning kitobimiz bor, nima bor? Shunday sosyal mediadan eshitaman. Shu rostmi? Daqiqan Turkiston nomi bor, Turkiston tarixi liyozdan tarix degan zamonga tarixga 4 narsa yo 5 narsa ayta oladi. Kim, qayerga, qaysi zamon va qaysi millat. Bu 4to'yi ham bizga bor. Birinchidan erkin jinoblari buni tahrir qilgan do'stlar bilan Turkiya, turk do'stlar bilan, turk qondoshlar bilan bu taqriban xila vaqt bo'ladi bu bayroqni. Va xotiri mujodala uchun bu bayroqni tahrir qilganlar. İnşallah ki kelajakka urriyatda olgan zamonimiz yana ham bu jo'g'rofiyaga Turkiston jo'g'rofiyasiga yashaydigan qondoshlar bilan o'ltirib, katakonlar, oqsochlar o'ltirib bir yerga urriyatga eshitgan sonra shoyat ham bir kun bu bayroqni yana turkman qondoshlarimiz bor, qozoq, qirg'iz bular bilan aymoq o'ltirishib, shoyat bu boshqa bir turli bir bayroqni chizib bilamiz. Ammo bu kun baxotiri urriyatga eshitmoq uchun mujodalamiz, ozodlik uchun shu nishonamiz, shu ilolimizdir. Buning uchun bizlar g'urur duyamiz. Ko'p yaxshi, bunday mujodala qilasiz. Ko'p yaxshi, ko'p rahmat. Xo'sh, Chavush Soyib bu tildoshlari uchun Amerikadan uzoqdan keldi. Avval nimaga edi? Frankfurtga edi. Bu yerga ham siz o'zingiz bor edingiz. Bu konsertni qanday ko'rdingiz? Undan sonra oyog'ingizni to'zdi mana bu yerga keldingiz uzoq yo'ldan. Hamburgga keldingiz. Hamburgdagi konsert tildoshlarni qanday ko'rdingiz? Albatta ki qismiki Frankfurtga bo'lgan konsert ta'dodi xalqimiz ko'p edilar. Berga ham shukr yaxshi, kam emas, oz emas, berga ham jami jo'sh. Juda ham berga xursand bo'ldimki bu Turkiston qondoshlarimni ko'rib, Hamburgdagi boshqa o'lkalardan kelgan qondoshlarni ko'rdim, berga juda xursand bo'ldim bularni. Bundan buyon mana shu yigitlarimizga, kelajak nasllarga mana shu ilonni ko'rkazib, shu davoni davom berar uchun mujodalamiz bor. Men mana shunday ittifoqlarda dunyoga Yevropaga bo'lgan qondoshlarimizni istaymanki, ko'proq bundan kada ko'proq bayram bobolarimizni Hazrat Amir Temur, Hazrat Amir el Kalom, Mir Amir Alisher Navoiy mana shunday bobolarimizni o'tgan Afrosiyob, Maxtumquli Pirog'i bularni tug'ilgan kunlarini, dunyodan o'tgan kunlarini, ittifoqlarini ayni shaklga mana shunday onalarimiz, opalarimizdan istadim shuki, bolalariga sen qayerdansan deganga sen Turkiston avlodisan, Turk avlodisan deb buni ziynat berishlari kerak, avlodlarini, ziynlarini ochishi kerak, o'z madaniyati bilan yashatish kerak. Ko'p yaxshi. Bu Turkiston sizin uchun qancha muhim?
Mening uchun na tanho mening uchun yakka men uchun emas, bu 20 million o'zbek, turkman, qozoq, aymoq, qirg'izi urriyati uchun muhimdir va ularni qatoriga mo'g'ul bo'lganlar ham, ki ular ham bizlarning qondoshlarimiz ham bois bo'ladi, ularga ham bu na tanho men uchun, bu o'lgan Shaybonixonni armonidir. Bu shahidlar, minglarcha shahidlarimiz bor. Ot tutsak qahramonlardan, Toyir Badaxshidan tutib shahid Rasul Palavon, G'affor Palavon, Sher Palavon va Qilich Palavon, shu shaklga Sharobbek va Rauf Savri, minglar qahramonimiz bu hurriyat uchun jon bergan. Bizlar ham boyat o'shalarning yo'lini tanlab bu hurriyat uchun mujodala qilishimiz kerak. Ko'p yaxshi, rahmat. Amir Turkiston, shunday nimangiz bormi? Aytsangiz edi, koshka shuni qilsam edi. Shunday bir hadafingiz bormi? Albattaki, bir kunlar, bir zamonlar bizlar mujodalalar mudom kichkinalardan boshlaydi. Bir zamon bir kishi, ikki kishi boshlagan. Bizlar boshlagan, biz buni kechmishlarimizga boshlagan bobolarimiz, otalarimiz. Albatta buni Qaysor ulusvolilariga bizlarning onalarimizni o'zbek tug'asammi deb qonlarini o'zbek dunyoga keltirasammi deb qonlarini yirtib o'ldirgan onalarimizni. Ular jon bergan. Bu bizlarning mujodalamiz emas, bu o'sha bolalarni o'sha Badaxshonga bu kun o'zbek tiliga tadris qila olmaydilar. Turkiston to'prog'iga Badaxshondan tutib berayotgacha turkman tiliga tadris qila olmaydilar. Turkman qondoshlarimiz o'z tillariga bu kun maktablarga o'qiy olmaydilar. Bu bolalarki Taxor Badaxshondan yig'laydi. Bizlarda kitobimiz yo'q, ma'lumimiz yo'q deb ularning da'vosidir. Bizlar o'sha mazlumiyatdan xalqimizni chiqarmoq uchun har turli mujodala bo'lsa hozirmiz. Buni ular uchun toshiymiz bizlar davoni. Tanho bizlar hamma va turk xalqi, buni dunyo turklari birinchidan Turkiston, Janubiy Turkistonni 11 viloyatidan aytib o'taman sizga. 11 viloyatini xalqi bu da'voga ko'nglini qo'yib bu da'voni toshishi kerak. Ularki poshizm yetakchisi bo'lgan tarix bo'yicha yo bu kun ham bu Turkiston xalqini odrasdan o'zlari foydalangan. Ularga boshqa bu yigitlar buni bilishi kerakki, boshqa ularga yo'l bermamog'i kerak. Amir Turkiston, men Frankfurtdagi konsertga bora olmadim, bo'lmadi. Magar ko'rdim, Turkiston bayrog'i ko'p edi, dalg'alanib, qancha jo'shqiman ham. Magar bu yerga Turkiston bayrog'ini ko'ra olmadim. Bu qaysi? Albatta ki bergan bizlar bayroq hamma imkoniyat keltirib edik. Bergan Turkiston Birlik darnakidan men juda ham xursandlik bildiraman. Bir ta'dod o'sha poshizmning yetakchilari bo'lganlar muammo yaratib bergan xola ediki, shu ittifoqni xarob qilmoq istaydi, buzmoq istaydi. Uning uchun bizlar bergan 200-300 kishi oilalar kelgan, opa-singillarimiz kelgan, akalar kelgan. Bizlar buni xohlamaymizki, bizlarni boshqalarday bularga poshizmga yetakchi bo'lib kelgan. Bu mahfil, bu marosimli, bu xo'shlik kunimizni, bu sevimli kunimizni xarob qilmoqchi, buzmoqchi edi. Uning uchun bizlar chekildi, ammo bu davom etadi. Bir kun bo'ladi, bu poshizmning yetakchilari inshaalloh Hazrat Amir Temurning qilichi bo'yinlariga qo'yiladi. Bundan hech shubhalanmanglar. Rahmat sizga, bu mujodalaringizga Allohim daha kuch bersin, daha ko'p bo'lsin. Men xursandman. Men bir tildoshingiz olarak, jon hayot olarak bu YouTube'da tildoshlarim için, o'z tilim için, o'z nimam için moshkanman. Juda katta rahmat sizdan ham. Men ham juda xursand bo'ldim. Mana o'z bir qondoshim, tildoshimni ko'rib, o'z tilimga bergan sizga so'z yuritdim. Ko'pdan ko'p xursand bo'ldim haqiqatan men o'zim ham. Bor bo'ling sizdan baxtimizga. Buni unutmasinlarki, bu poshizmning yetakchilari, bu o'sha kasoyki har odrasdan Foryob, Badaxshon, Taxor, har Turkiston to'proqlarini avlodlarini ustiga millab zulm sitam qilgan poshizm yetakchisi bo'lgan, afg'onlarda yetakchisi bo'lgan, afg'on volilarda yetakchisi bo'lgan bu kun jug'rofiyamizga keltirib Pokiston odamlarini keltirib yerga yerlashtirib, bu kun bizni to'proqlarimizni qo'limizdan olar uchun har nava siyosatni o'ynaydilar. Ularni bu da'vodoshlarimiz, bu yigitlar hech vaqt unutmaydi. To o'lgunimizcha bu poshizmning yetakchilarini qarshisiga mujodala qilamiz. O'lmasak bu yo'ldan ham dönmaymiz. Bu boshimiz bu yo'l uchun fidodir.
Ko'p yaxshi. Bu tiktokar yigitlarimizga aytayotgan bir so'zingiz bormi? Meni sosyal medya orqali barcha Turkiston, Janubiy Turkiston xalqiga aytilayotganim shudir. Har biridan uzr so'rab aytamanki, o'z tilingga sayra, o'z madaniyatingni yarat, o'z tarixingni tarqat, boshqalar senga hayron bo'lsin. Men aytilayotganim mana shu mujodalalarni Turkiston janubi uchun va Turkiston xalqi uchun, madaniyati uchun, o'sha onalari uchun, o'sha bolalariga kitob deb yig'laganlari uchun, o'sha aka-ukalariga o'z tillariga o'qiy olmagan maktablar uchun, o'sha seynilariki bu kun veyga o'ltirib 4 yil bo'ladi shu afg'on volini odirasidan qapalgan ilm uziga bizlarning bobolarimiz, onalarimiz Gavarshod momamiz bu kundan avval 500 yil avval birinchi Shohrux Mirzo masalan bular ilm ta'sisini qilgan Osiyo miyonaga birinchi insonlar. Bizlar ularni to'rinimiz. Bizlar Mirzo Ulug'bekki 1200 yulduz sanagan oyni kirish chiqishini tasbit qilgan dunyo jomiyatshinoslaridan biri hisobga o'tadi. Bizlar ularni to'rinimiz. Bizlar boshqalarday bam-bag'lab o'zimizni yaratgan nasldan emasmiz. Bizlar boshqalarday yetakchi bo'lib, boshqalarday to'prog'ini ishg'ol qilib, madaniyatini yo'qotib, kitoblarini olib berib va farhang, to'n, amsoli bu chapan minglarcha bu narsalarimizni yo'qotmoq uchun bu fashizmlar, bu kasoyki ishlabdi. Bizlar ularning naslidan emasmiz. Biz kimda avlodimiz? Hazrat Amir Temur, sohibi Shamshir Islom, ularni to'rinimiz. Mirzo Ulug'bekni to'rinimiz, Boburni to'rinimiz, Gulbadan begim birinchi tarix navis islom bo'yiga islom tarixiga begimlar qatoridan bo'lib o'tgan ularni to'rinimiz. Nodira begimni to'rinimiz. Amir al-Kalom Amir Alisher Navoiyni to'rinimiz. Bir she'r bor aytadiki: "Ay ulug' bobam Navoiy, sadqai shoning bo'lay, sadqai furfayzi ehsoning bo'lay. Foydalandi so'zlaringdan turki o'zbek doimo, shavq bilan aytaman qurboni ormoning bo'lay." Biz ularni to'rinlarimiz. Juda rahmat, sizdan xursand bo'ldimki, bu kun bu ittifolga bizni sesimizni xalqimiz bizga tarqatar uchun vaqtingizni zoya qildingiz. Katta rahmat, sizdan xursandlik bildiraman akam. Sizga men ko'p rahmat, ko'p tashakkur etaman. Uzoq yo'ldan oyog'ingizni to'zib mana keldingiz berga. Tilingiz uchun, tildoshlaringiz uchun, bayrog'ingiz uchun mujodala qilib, yaqin demaysiz, uzoq demaysiz, mujodala qilasiz. Allohim kam qilmasin sizdan. Rahmat sizga. Sizdan ham rahmat. Bu 9 soat emas, 30 soatli yo'l bo'lsa biz davom etamiz, kelamiz har yerga. Turkiston odirasidan, Turkiston xalqini tarixidan, odirasidan bir niyol bir yerga kelsa, u yerga biz oyoq to'prog'i bo'lib boramiz. Katta rahmat, sizdan ham juda xursandman. Tashakkur, rahmat. Alloh sizdan Allohim kam qilmasin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomlar bo'lsin sizga va hurmatli millatdoshlarimiz, turkistonlik millatdoshlarki sizni YouTube kanalingiz va butun ijtimoiy tarmoqlar orqali bizni ko'radi. Rahmat sizga. Xush keldingiz. Yangi bir Turkiston, O'zbek, Turkman konsertiga Afg'onistonda Turkiston nimani sesi Xayr Muhammad Chavush janoblari kelgan. Bu boraga bir aytayotgan gapingiz bormi? Birinchi bor uloqon rahmat deyman sizga va siz orqali Turkiston birligining jamg'armasini buyuklarga ki bu ehtifolni buyuk oila, buyuk xalqimiz turkistonliklar uchun, turkistonlik oilalar uchun ushbu yerga bu ehtifolni olgani uchun. O'shandayki hurmatli millatdoshlarimizni xabari bordirlar. Bizlar Frankfurtga bir ehtifolni olmadik va Frankfurtga juda qiziqarli xalqimiz va xushbaxtli bo'lgaki bizni xalqimiz juda yigitlar uyg'ongan bir qiziqarli vaziyatga qiziqib ulug' Turkiston san'atchisi Ustoz Chavush janoblarini kutib oldilar va ancha maza qilib Turkiston milliy ashulasining qo'shiqlarini eshitib yaxshi o'tdi. Umid qilaman hozir ulug' Turkiston san'atchisining ovozini eshitish bilan bo'rga ulug'larimiz va ayni holga Turkiston yigitlari va oilalarimiz bilan yana ham yaxshi vaqtlar o'tkazmoqmizda. Ko'p yaxshi. Bu Turkiston sizin için qancha önemli, qancha muhim?
Albatta bizning uchun Turkiston o'namli, o'shandayki bu Hamburgga bo'lgan ulug'larimiz Turkiston o'namli bo'lgandan Turkiston birlik nomi ostiga bir jamg'arma tuzatgan. Umid etamanki, butun turkistonlik millatdoshlarimiz Olmoniyani farqli shiorlariga, farqli shtatlarga ushbunday jamg'armalarni tuzatib bir-birimizga qo'l berish kerak. Bizni xalqimizni, albatta tashqariga to'xtagan Turkistonlik, Janubiy Turkistonlik millatdoshlarimizga, ishkarga xalqimizni ko'p zarurati bor va biz moddiyot bo'laroq har turli yordamni xalqimiz uchun qila olamiz. Buning uchun men o'zim asliga Turkistonni hozir katta so'zlash bo'lmasin, hurmatli ko'ruvchilaringiz va millatdoshlarimizga Turkiston uchun qiziqqan va Turkiston bizda buyuk ajdodlardan qolgan meros bo'lganiga inanaman va buning uchun ham madaniy harakatlarimizga butun bilimdon ziyoli Turkiston kadrlari bilan yo millatdoshlarimiz bilan yo'limizga davom deymiz va Turkistonning muqaddas otini shamolga qayrishga biz inanchlibiz va iymonimiz 100% komildiki biz Turkiston otini qayramiz. Buning uchun xalqimiz bizni oldiga va ishkarga bo'lgan yigitlar ham vaqtga, zamonga qarab bizni qaптolibizga biladi, hech bir shubhamiz yo'qdi. Turkiston shurosini qanday ko'ryapsiz? Nima faoliyatlar qilyapti? Bizlar o'shandayki men so'zlarimga aytib o'tdim. Boshqa biz Frankfurtdan kelamiz. Yigit qancha tengdoshlar yigitlar bilan ushbu Turkiston birligi jamg'armasini qilib o'tgan xizmatlarni yo ziyofatlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali shohid bo'lganmiz. Ayni holda Qo'mitai farhangiy Turkiston birlikka bizlarning tengdoshlarimiz kadr bo'lgan yigitlar bor. Ushbu yigitlardan nom tutib o'tsam, chunki sanoqli bir kishi emas, bular bilan faxr qilamiz. Bizlar Hamburg, Frankfurt tomonga yashayotgan yigitlar. Biz bularni ishlarini juda o'namli bilamiz. Xalqimiz uchun ushbu yerdagi oilalarimizni birlik, birdamligi uchun va o'sha an'anat yo rasm rivojlari bor bizni xalqimizga, biz o'zimizga ko'ra xos bir xalqmiz va buyuk madaniyatlarni yaratib kelgan bir xalqning merosdorimiz. Buning uchun biz Germaniga ham to'xtab mana shunday jamg'armalar nomini ostiga, shunday jamg'armalar orqali biz o'sha madaniyatli bir millat bo'lganimizda bu Germaniyaning xalqiga tanitib va eng ziyoli kishilarni kelajak 10 yil, 15 yil ichiga parlamentga o'shanday harakat qildingizlar, bir janobi begim soylini chiqarsangizlar, biz baxshash siymolarni bularga parlamentga bermoqimiz kerak va parlamentga biz bir kishini Germaniya parlamentga uzatsak, bunga inanamizki, biz Turkistonda tarixiy hujjatlari, tarixiy shavohiyatlarni bo'lganda parlamentga tashishsak va shamolda otini Paso Tolibon degan bir hukumat ham kelsa, biz shamolda otini Turkistonga qayrmoqqa buradagi Germaniya yo butun Yevropaga to'xtaganlar juda bir katta hissa qo'sha olamiz va buni bizlar yeriga keltiramiz deb inanaman. Rahmat sizga. Rahmat. Boshqa aytayotgan yigitlarga aytayotgan gapingiz bormi? U yigitlarga, u o'zbek, u turkman, u yigitlarga, u sotsial mediaga, ijtimoga davom etib nima qilib yotibdi? Shunga bir aytayotgan gapingiz bormi? Albatta ushbu zamonda butun yigitlar o'quli bo'lmasam, chunki shuni qabul qilishimiz kerak. Germaniyaga yo butun Yevropa o'lkalariga huzur topish bilan aqliy yo tushunchadan biroz biz saviyamiz yuksaladi. Va butun meni tengdoshlarim Turkiston yigitlari o'zlari yaxshi yomonni yaxshi biladi, ammo shuni aytaman. Ey hurmatli Turkiston yigitlari, tengdoshlarim, bizni bir ulug' san'atchimiz, bizni porloq yulduzlarimiz san'at bo'limida bo'lsin, baxshi bo'limida bo'lsin, Germaniyaga huzur topadi. Sizlar yillardir, kunlardir ketasizlar kezmoqqa, xarajat, albatta bu kezmoqlarning xarajatlari bor. Bunday bir kungaki sizni bir ulug' san'atchingiz keladi, bir siyosatchingiz keladi, bir shoiringiz keladi. Bunga arziga yetishdi endi bizlar yigitlarni burji. O'sha burjimizni yerga keltirmoq kerak, o'shani qiziq kutib olish kerak, masrafidan qochmamoq kerak va butun oilalarimizdan buradan islayman
o'ylayman, o'shandaki men o'tmish Frankfurt e'tiborga ham esladim, onajonlarimizdan, opalarimizdan, opa-singillarimizdan balalaringizga buni o'rgatinglar. Sen Turkistondan kelasan, Turkiston hozirgi kunga Afg'onistonga bog'liq, lek balalaringiz bilan birinchi bor oilalarimizga aytamiz. Bizlar yigitlar ham inshaalloh kelajakka oila quramiz. Balalaringizga birinchi bor o'zga til bo'lgan dari tilni o'rgatmanglar. Bizlar dars olmog'imiz kerak, ibrat olmog'imiz kerak otalarimizni qilgan yanlishlaridan. Birinchi bor balalaringizga o'z eski turkiy chag'atoyi bo'lgan o'zbekchalaringizda yo turkmancha shivasini o'rgatinglar. Undan nari olmon tilini, undan nari ingliz tiliniki gulbar bir vaziyatga kelsin. Ammo sen o'z tilingni bilmasdan, o'zingni tonimasdan borib men bunday oilalarga Avropaga shohid bo'lganman. Bular birinchi bor o'z tilidan kada avlaviyat o'zga til, dari tilga beradi. Dari tilga bizlar tarixdan ibrat olmadikmi? Inshaalloh meni hadab maqsadimda hurmatli oilalarimiz olgan bo'lsa, marhamat sizga Rahmat. berdingiz. Rahmat.